Amerikaga kelib ham odam bo'lmaganlar bor ekan. Shuncha to'kin sochinlik, hamma narsani nazarda tutyapman. Moshin, telefon, notebook eng qimmat narsalar. Kompaniyani aldab, o'zlari foydaga chiqmoqchi bo'lishadi-da. Shu yerda ham yo'lini topyapti. Uni vijdoni qabul qilsa qiladi, kimniki qabul qilmasa qilmaydi. Bular ham bor 1000, 500, 300. Bu bez limitning. Kreditni kartalarda bilmaganlarga aytaman, parol bo'lmaydi. Men mana shu kartalardan bemalol borib foydalanib, masalan, borib Apple'dan notebook olamanmi $1000, $2000ga, telefon olamanmi, farqi yo'q. Shunda olib, sirazi kartamni yo'qotdim desam agar, shunda menga yangi kartani yuboradi, bo'ldi. Shu bilan tema yopiladi. $1000-2000 bu unda ko'chada yotib turgan pul desa ham bo'ladi Amerika uchun. Lekin odamlar mana shu ishni qilayotgan ekan. Men qoyil qolganim shunda. Odam sal insofli bo'lmaydimi? Yo ular juda ham aqllimi? Yo biz juda ham loxmizmi? Shu narsani bilamiz, lekin qo'limizdan kelmaydimi? Bunaqa vijdon bilan nimalar qilib yuribsizlar,